badanini pulga sotib yurgan fohish ayollari bo'ladi-yu, bilasizmi? Hamma biladi. Erkaklarning ichida ham shunaqa fohishasi bo'ladi-da. Bu qanaqa bo'ladi? Qarang, men sizga umumiy sodda qilib o'zimizni jaydari tilda tushuntiraman. Bir piyola choyga 4 kishi kelib qo'lini botirsa, hali choy ichayotgan inson qaytib ichmaydi. Bo'ldi deydi. Bu iflos bo'ldi deydi, jirkanadi, ichmaydi choy. Lekin 50 ta, 60 ta erkakning qo'lidan chiqqanligi fohishani ba'zi bir o'zini erkakman degan insonlar borib suyadi. Jirkanmaydi unda. Halol topgan pulining qadriga yetadigan, haromdan qo'rqadigan erkaklar bunaqa fohishalarga yurmaydi. Fohisha bilan fohisha yuradi-da. Tushundingizmi qanaqa erkaklar fohisha deyiladi? Agar Xudodan qo'rqqanda bu erkak yurmasin.